Asarlarda keltiriladi, Musa alayhissalom zamonlarida yomg'ir yog'may qo'ydi. Shunda Alloh taolodan Musa alayhissalom duo qilib yomg'ir so'radi. Alloh taolodan javob bo'ldi: "Oranglarda bir gunohkor odam bor. Shu odam tufayli yomg'ir yog'mayapti." Shunda Musa alayhissalom qavmiga qarab, "Oramizda bir odam bor ekan, gunoh qilayotgan. Shu odam chiqib ketmasa yomg'ir yog'mas ekan. Shu odam chiqib ketsin" deb xitob qildi. Hech kim chiqib ketmadi. Hech kim qavmni tark qilmadi. Lekin bir qancha vaqt o'tgandan keyin yomg'ir yog'di. Shunda Alloh taologa Musa alayhissalom duo qildi: "Parvardigor, kim edi u senga osiylik qilayotgan kishi?" dedi. Alloh taolo aytdi: "Ey Musa, seni so'zingdan ajablanaman. U bandamni osiy bo'lib turgan paytda sharmanda qilmay yashirdim-u, endi tavba qilganida oshkor qilaymi?" dedi. Alloh taolo osiy bandasini ham modomiki o'zini o'zi sharmanda qilmayaptimi, nima qilyapti? Bor, shunaqa odamlar bor, urug'ingizda bor, mahallangizda bor, jo'rangizda bor, poylab yuradi. Shu bitta xato qilsa ko'tarib chiqib, mana shu odam yaxshi odam bo'lmaydi. Agar birodar siz ham kimnidir haqqini qachonlardir yeb qo'yib, zulman sizlar shu turli kasb egalari bilan gaplashinglarda muammolarni aytadi. Mansabingiz bilan qo'rqitdingiz. Quvvatingiz bilan qo'rqitdingiz. Agar shunaqa qilib kimnidir haqqini yeb bermasdan chiqib ketgan bo'lsangiz, ustalarni uydan chiqarib yuborayotganlarni ko'p eshitamiz. Usta zo'r qilgan ishdi. Endi pulni olishga kelganda mana qilsan, naqli bermay qo'yganlar bor ekan. O'sha o'zga yurtda ishlayotgan, bizdan borib ish prorablik qilayotgan odam 3-4 ta bolalarni olib kelgan, ishlatgan. Katta ob'yomdagi ishni olgan, endi qilgandan keyin bolalarga to'laydigan pul katta bo'lib ketgan. Bermagan, uni bahona qilib. Qarg'ab kelishgan uying kuysin deb. Uy kuyib ketdi. Uy kuyib ketdi. Shu bilan qutulgan bo'lsa, ularning haqqidan oson qutulibdi. Chunki tikkalab olish mumkin uyda. Agar oxiratga qolib qolgan bo'lsa-chi? Shuning uchun uyda usta ishlayotgan boyvachchalar, odam ishlatayotgan prorablar qilayotgan ishini haqqini beringlar. U sho'ring qurgur haligi mazlumlarchi, ilmsiz, savodsiz bo'lgan uchun so'kinib chiqib ketadi. Seni Allohga qo'ydik desin-da, tamom bo'ladi shu odam. Alloh Karim, Alloh avf qiladi. Namoz o'qimagan bo'lsa, ro'za tutmagan bo'lsa, Alloh umid qilamiz, chunki kechiruvchi bo'lgan zot Alloh taolo. Ammo bandani haqqini yegan bo'lsangiz, Allohga qo'ydim seni desa, tamomsiz. Uzoqqa bormaysiz.